Hurmatli obunachilar, Xudo xolasa biz mana bugun yana dastavkamizdamiz. Akamizga zakazlarni olib keldik. Chiroyli qilib bismillahirrohmanirrohim. Go'shtlarni yaxshisini sotishadi, haloli pok. O'zlari so'yib, bizdan ko'mir olib turishadi. Mana chiroyli qilib zakazlarni yetkazib berdi. Aka, assalomu alaykum. 1 kilolik upakovkadagi ko'mirlarimizni berdik. Mahsulotlarimiz behijolat. Akam ham mana o'zlarini adreslarini aytib o'tadilar. Mana shunaqangi go'sht mahsulotlari ham kerak bo'lsa, aka telefon nomeringizni necha? Siz murojaat qilishaveradi. 91lik 105 95 94. Biz hozir mana 1 kilolik upakovkadagi briket ko'mir mahsulotlarimizni berdik. Shunaqangi xizmatlarimiz kerak bo'lsa aytib olasizlar. Mana vizitkalarimiz ham bor. Olishtirib berganmiz. Mana 1 kiloga mana berilgan bonuslarimiz. Tayyor gelpog'ichini ham beramiz. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasiz. Lekin go'shtni ham mana haloli pok qilib, chiroyli qilib so'yib o'zlari sotishar ekan. Dumba, qo'y go'shti, mol go'shti hammasidan bor ekan. Sog' bo'linglar, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa Kabobchi House kanalimizga murojaat qilaverasizlar. Lekin go'shtlarni ham haqiqatda arzon sotar ekanlar. Akamda qo'y go'shti ham 145 ming so'm, 150 ming so'm ekan. Haloli pok qo'y go'shtlarini. Nomerlarini aytib o'tdim. Xudo xolasa joylaganimizda bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana shunaqa qilib ko'mirlarni ham qo'yib beramiz. Aka, savdingizga baraka. Xo'p.